Ona sutini savol berishdi. Ona sutida stafilokokk, streptokokk shu narsalar chiqqanligi sababli men emizsam bo'ladimi, yo'qmi degan savollar berishdi. Men shu savolga quyidagicha javob beraman. Albatta bu уже onani homiladorlik davrida bu infeksiya bo'lgan. Shuning uchun shu infeksiyani uni tekshirish bu davlat больницаlarida olib tashaldi. Nega? Chunki bu paytda ham ona suti bilan boqilishi kerak. Agar shundan ichi ketyapti, shundan qayt qilyapti degan gap bu umuman noto'g'ri hisoblanadi. Shuning uchun avvalambor ona sutini stafilokokk chiqadimi ona sutida, ko'kragida onasi ozgina bo'lsa dieta qilib turib, keyin emizsalar bo'ladi. Ba'zan biz onalarga dieta ham qilmasdan emizaveringlar deymiz, lekin ba'zi bir bolalar allergik holati bo'lgan sababli o'shalarda biz dieta qilishni tavsiya qilamiz. Lekin ona sutidan voz kechishga biz mutlaqo qarshi bo'lamiz. Albatta ona sutini ichish kerak bo'ladi. Stafilokokk chiqsa ham tekshirishni ham hojati yo'q. Chunki ona homiladorlik paytida platsentar baryer orqali bu infeksiya bolaga o'tib bo'lgan, bola shunga уже ko'nikib tug'ilgan. Endi qachon biz ona sutini olib tashlaymiz? Qachonki SPID kasalligida hamda tuberkulyozi ochiq formasida, hattoki tuberkulyozi yopiq formasida ham ona sutini berishimiz kerak bo'ladi.